Men Mullaxonim Jo'lon Baxtiyorovich, tibbiyot fanlari doktori, 17 yil tajribaga ega bo'lgan dermatovenerolog, dermatokosmetolog. Hozirgi kunda Kesnova klinikasida ishlab kelmoqdaman. Bugungi mavzuyimiz ugri akna haqida gaplashib o'tamiz. Ugri akna o'zi qanaqa kasallik? Bu teri yog' bezlarining ish faoliyatiga bog'liq bo'lgan kasallik hisoblanib, teri yog' bezlarining ish faoliyati haddan tashqari ishlaganda kelib chiqadigan kasallik. O'zi insonlarning fiziologik teri tuzilishi bo'yicha 3 toifaga bo'linadi. Bu teri yog' bezlarini miqdoriga qarab turib yog'liq teri, quruq teri va aralashgan kombinatsiyadan teri faoliyatiga ajraladi. Ugri bu shu teri yog' bezlarining ish faoliyatiga bog'liq bo'lgan kasallik bo'lganligi uchun bu ko'pincha birinchi belgilari shu o'smirlik davrida 12-13 yoshda o'g'il va qizlarda paydo bo'lishni boshlaydi. Umumiy bu o'sha nimaga o'smirlik davrida bu holat yuzaga keladi? Shu bemorlarning insonlarning jinsiy gormonal faoliyati kuchayishi hisobiga ishlab turgan yog' bezlarining ish faoliyati kuchayganligi munosabati bilan ishlab turgan yog' bezi kuch ishlagandan keyin bu yoqqa ikkilamchi stafilokok, streptokok bakteriyalarning qo'shilishi munosabati bilan yuzi, ko'krak, kurak sohalarida shu yiringli toshmalarning paydo bo'lishi bilan boshlanadi. O'zi umumiy olganda ugrilarni klinik jihatdan og'irlik darajasi 3 toifaga yengil, o'rta og'ir klinik jihatlari bo'linadi. Bunda o'sha klinik jihatdan bo'linishi shu komedonlar deyiladi. Ugri morfologik, o'sha patologik elementlarni son jihatdan bo'linadi. Yengil darajadagi ugrilarda shu yuz sohasi, ko'krak sohasida shu 20-25 tagacha bu o'sha patologik elementlarni ko'rishimiz mumkin. O'rta og'irda o'sha bu 25 tadan 50 gacha, og'ir formalarda bo'lsa 50 dan ortiq shu toshmalarning katta kichikligi, yiringlashi, chaniqlarning hosil bo'lishi bu og'ir formadagi ugrilar bo'ladi. Klinik jihatdan oddiy vulgar husnbuzar yoki o'sha konglobat, shiravidniy, uni klinik turlari ham bo'linadi va sportsmenlarda bo'ladigan steroid ugrilar bunday klinik jihatdan turlari ham bor. Umumiy olganda shu nimaga bu klinik jihatdan og'irlik darajasi nimaga kerak? Bu davo taktikasiga belgilash uchun bu klinik jihatdan og'irlik darajasiga e'tibor bergan holda buni ko'rishimiz kerak. Birinchidan ugrini shu kechishida ko'p tashqi tarafdan faktorlar bor. Bu ovqatlanish, hazm qilish sistemasi, gormonal fon yoki organizm immun tizimiga bog'liqlik joylari ham bu ugrini kechinishda ham katta rol o'ynaydi. Va bu yerda yengil formasida bu ugrini ko'pincha tashqi tarafdan narujniy terapiya deyiladi, ahamiyat berish kerak. O'rta og'ir formalarda bu o'sha sistem yondashuv, sistem antibakterial dori vositalari, sistem retinoidlar qo'llaniladi. Bu yerda o'rta og'ir darajalarda sistem retinoidlarni o'ziga yarasha shu ko'rsatmasi va qarshi ko'rsatma holatlari bor. Qarshi ko'rsatma bu kim farzand ko'rish planlashtirayotgan bo'lsa, jigar, pochka faoliyatida qanaqadir muammolar bo'lsa, bu dorilarni qo'llab bo'lmaydi. Va bu qo'llanilayotganda dermatovenerolog, dermatokosmetolog nazoratida bu dorilarni qo'llash kerak. Hamda hozirgi kunda shu zamon rivojlanayotganda sistem retinoidlar bilan birga faqat ichki sistem retinoidlar emas, balki tashqi tarafdan akna, post akna degan narsalar bor. Shu ugrining asoratlari hozir Kesnova klinikasida shu umumiy shu asoratlarni oldini oladigan shu apparat RF lifting yoki CO2 shlifovka shunga o'xshash apparatlarni ham keng qo'llanib kelmoqdamiz. Bu yerda ugrini davolashda общий sistem kompleks davo o'tkazish kerak. Shundagina bemorlarimiz ожидаемый o'sha kutayotgan effektlarni ko'rish mumkin.